Qur'an ve 21. Esir. Aptori Mehmetimin Hezret. 16. Qur'anda ayallarning huquqi. Ayallar haqqida gap bo'lganda, oldi bilan Uyg'ur ayollari, Uyg'ur onalari, Uyg'ur qizlari ko'z oldimga keladi. Mening balalik yillarim ayallar yerim dunyo deydigan davrda yeziladi o'tdi. Atiyazda dümbisiga tag'ar yutib, o'g'it to'shigan. Yazning to'miz oylarida o'g'aq bilan bug'doy o'rg'an. Kuzda qo'noq paxta yiqqan. Qishda hasharlarda erlar bilan tosh to'shigan ayollarni, onalarni ko'rib cho'ng bo'ldim. Madaniyat inqilobi kunlarida bir sinfda birga o'qiyotgan do'stimning onasini uyingdagi Qur'onni topshirmading deb kurash qilib, hatto ishtinining pushqaqidan mushukni qo'yib deb, pushqaqni bog'lab qo'yib, avrat yerini mushukka totlatib, masxir qilib o'ltirayotganligiga shohid bo'lgan edim. Do'stimning onasining ismi Baxtixon edi. Baxtixon onaning baxtsiz jestini do'stim bilan birga yig'ilishib, mozorliqqa birga borganlarim helimi esimda. Cho'ng bo'lib, Allah bizga omonat qilgan bu musulmon xotin-qizlarning taqdirini o'zgartish yo'lida qo'limdan tuzukroq ish kelmaganligi uchun o'zimni hech qachon kechirmadim. Xalqimizning ustiga xuddi qora bulutdek kelib cho'kkan u zulmatli kunlar yanala Uyg'ur xotin-qizlarining ustida ketib kelib yurmoqda. Uning ustiga din hisoblangan xurofotlikning ayollarni töven ko'rdigan, kamsitadigan, bo'zaq qiladigan feodal urf-odatlarmi davom qilyotidi. Ayollarni kamsitadigan, chechi uzun, aqli qisqa degan xalq tamsili va erlarni ulug'laydigan, er degan yerim xudo deydigan xalq tamsili Uyg'urlarga oid. Yerim xudo nima degan gap? İslamның birinchi sharti Xudoning birligiga shahodat aytishdir. Rasululloh zamonidagi Makka mushriklari Ka'badagi butlarni yerim xudo degan. Ammo o'zlarini yerim xudo deb baxmagan. Uyg'urlar ichida bo'lsa, bu so'zni qilish orqali mushriklardan battar mushriklik qilayotganlar bor. Xotinlarni boshqaraman deb mushriklik darajasida gunoh qilib etib, gunoh qilib xabarsiz namoz qilib, ro'za tutib yurayotgan Uyg'urlar ko'p. Musulmonlarning yetakchisi Qur'andir. Qur'anda ayallarning huquqi nima? Eng to'g'ri bo'lgan javobni Qur'andan olaylik. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mo'min erlar va mo'min ayollarga, toat ibodat qilguvchi erlar va toat ibodat qilguvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qilguvchi erlar va sabr qilguvchi ayollarga, Xudodan qo'rquvchi erlar va Xudodan qo'rquvchi ayollarga, sadiqa berguchi erlar va sadiqa berguchi ayollarga, ro'za tutquchi erlar va ro'za tutquchi ayollarga, nafslarni haromdan saqlovchi erlar va nafslarni haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Azab surasi 35-oyat.
Biz yuqorqi oyatni o'qiyotganda bu dunyoda huzurliq va baxtli kelajakka va u dunyodagi Allohning jannatiga qo'l tutishib birlikda top bo'lishib ketayotgan musulmon ayollari ko'z oldimizga keladi. Bu oyat ayolning huquqda, izzat hurmatda tang barobar ekanligining eng mukammal dalilidir. Qur'onning ko'pincha oyatlari erlarga xitob qilingan. Bu hargizmo ayollarning e'tiborsiz ekanligidan emas, balki erlarga yuklangan mas'uliyatdandir. Bir oilani beqish, qo'g'dash erning mas'uliyatidir. Shart-sharoit qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar, kishi oilaning bexatarligi, nomusi, kiyim-kechigi, yemak-ichmagini kapolatlantirishga majbur. Bu vazifaning o'ttisidan chiqolmagan kishi musulmon ayolga musulmon bolalarga dada bo'lish salobitini yo'qotgan bo'ladi. Allohning erlarga xitob qilishini erlar o'zlarining ustunligidan emas, mas'uliyatidan deb tushunish lozim. Yaratılışda erlarning jismoniy jihatdan kuchlik, ayollarning ojiz va nozik yaratilganligi bir haqiqat. Bu haqda erni burun, ayolni keyin yaratganlik to'g'risida oyatlar bor. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan. Shu insondan, ya'ni o'z jinsidan, uning juftini, ya'ni Havoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Nisa surasi 1-oyat. Qur'anda ayol kishining erdan keyin yaratilishi, ayolning erdan yaratilganligi zikr qilingan oyatlarning hech birsida bu sababdan ayollarning erlardan to'van turadiganligi to'g'risidagi mazmunni uchirtish mumkin emas. Ayollarni kamsitadigan jahiliyat arab urf-odatlarining istaklarini aks ettiradigan bir muncha yolg'on hadislarning asli manbasi Yahudilarning Tavratdan kelmakdadir. Masalan, Tavratning buni qismiga qarab baqayli. 2. O vaqt Rab, Xudo Odamga bir ig'ir uyqu soldi. U o'zi uxlab qolsa, u uning qovurg'anlaridan birini chiqarib olib, o'rnini at bilan to'ldirdi. 22. Ondan Rab, Xudo Odamdan olgan qovurg'idan bir xotinni yasab, uni Odamning qishig'i keltirdi. 23. Odam o'zi so'z qilib, bu amdi so'ngaklarimdan so'ngak bo'lib, etimdan at bo'lg'ach ayol deb atalsin. Chunki Odamdan ilingandir dedi. 24. Buning uchun bir odam o'z ota-onasini qo'yib, o'z xotini bilan bir bo'lib, ikkilisi bir badan bo'lsin. 25. Ammo odam bilan xotini bo'lsa, ikkilisi yalang'och bo'lib turib, uyatmaydi. Ya'ni Tavrat Odam ota va Havo onaning yaratilishi 6-bab. Tavratda jannatga cheklangan mevani yeb, tunji qitim gunoh qilg'uchining ayol bo'lganligi rivoyat qilinadi. Bu rivoyat Yahudilarning ayollar to'g'riliq bir muncha yolg'on hadis to'qib, islomni Tavratlashtirish
xristiyanlashtirish orqali islom dinini xuddi ilgirki samoviy dillardek to'g'ri yo'ldan chiqarib etish orzusiga yetmoqchi bo'ldi. Tavrat xudosi ayol kishini nima maqsad bilan yaratdi? 18. Andan keyin Rab Xudo yana so'z qilib, odamning yolg'iz bo'lmaqi yaxshi emas. Men uning o'ziga o'xshash bir yordam berguchini uningga paydo qilib beray dedi. Tavrat Odam ota va Havo onaning yaratilishi 5-bet. Tavratda Xudo ayol kishini erlarga yordamchi, ya'ni xizmatchi qilib berish maqsadida yaratdi. İslamda ayallar to'g'risidagi butun xurafiy to'qilmalarning manbasi Tavratdir. Qur'oni Karimda bo'lsa, ayallarning yaratilish maqsadini mundaq o'ttirg'i qo'ydi. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Odam alayhissalomning unisi ulpat elish uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenekkina qo'rsoq ko'tarib, ig'ir bo'y yurdi. U, ya'ni balaning qo'rsoqda o'sib, cho'ngishi bilan ig'irlashgandan keyin, ya'ni xotin ikkaylan Parvardigori Allohga agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, nehmatingga albatta shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Araf surasi 189-oyat. Allohning sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ayollar bilan unisi ulpat elishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi aranglarda, ya'ni xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubsizki buningda nurg'un ibratlar bor. Rum surasi 201-oyat. Allohning ayollarni yaratishdagi maqsadi unisi ulpat bo'lish, mehr muhabbat o'rnatib, ularga farzand ato qilish, ya'ni oilaga o'rtoq baxt ato qilish, avlodlarni ko'paytirish, dunyoni gullantirish. Oyatdagi unisi unsiyat so'zining qisqartilishidir. Unsiyat birisi bilan baxtli bo'lish, chiqishib qilish, huzurga ega bo'lmoq, yolg'izlikdan qutulmoq degan ma'nolarga ega. Ulpat so'zi bo'lsa, arabchadan uyg'urchaga kirib o'zlashib qolgan so'zdir. Uyg'urcha mazmuni hammamizga ayon. Sirdishish, sirdosh, do'stlik ma'nolariga ega. Shu nuqta intayin muhimki, Payg'ambar alayhissalomning Allohning elchisi ekanligiga ishonib, tunji qatim iymon etgan kishi ayoldir. U kim edi? U suyimlik onamiz Hezret Xadicha edi. Hezret Xadicha, Hezret Fatima, Hezret Oyshaning islomga qo'shgan to'hpisi qaysi erkak sahobadan kam edi? İslam olimlarining tarixiy manbalarida hadis rivoyat qilgan ayol sahobalarning soni 125. Payg'ambarimizning ayollaridan Hezret Oysha, Hafsa, Ummu Habiba, Maymuna, Ummu Salama,
sünnətning və hədislərning musulmonlarga to'g'ri tarqilishida katta hassalar bor. Hadis tarixida Oyshaning 2210, Ummu Salamaning 378, Maymunaning 76, Ummu Habibaning 65, Hafsaning 60 hadis rivoyati borligi yozilmoqda. Bo'libmi Hezret Ayshaning Qur'an va sunnat bilimlarining mo'lligi barliq islom olimini qoyil qilishga yetadi. İnsan uchun insoniy qimmat jinsning nima ekanligi bilan emas, balki axloq, aql, qobiliyat va mas'uliyat qatorliq sifatlar bilan o'lchinadi. Qur'oni Karimda Nisa surasi bor. Nisa ayol degan ma'noni bildirdi. Ammo Qur'onda er ismi bilan qo'yilgan sura yo'qdir. Qur'onda ayallarning nikoh erkinligi, nikohda beriladigan mehr haqqi, miros va boshqa ayollar huquqiga oid tafsiliy oyatlar bor. Ayallarni mal o'rnida elib sotadigan, qiz bolalarni tirik ko'mib ayallarni faqatla erlarning jinsiy talabini qondirg'ichi va bola tuqqıchi, ikki oyoqliq chorva mol deb qaraydigan yovvoyi bir jamiyatda. İnsaniyat tarixida tunji bo'lib ayallarning insoniy qadr-qimmatini, huquqini qo'g'digan tunji ilohiy qonun Qur'andir. İffetlik mo'min ayollarga qora chaplag'anlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Nur surasi 23-oyat. Uyg'ur jamiyatida hozirmi bo'yi yetmagan shaptul, ochiq degandek go'zal axloqli qizlarga, go'zal, iffetlik tul ayollarga qarchaplab, jismoniy jihatda tuhmatxo'rlardan intiqom elish kuchi ojiz xotin qizlarimizning ahoyiga bo'g'ilib yurayotgan erlarimiz bor. Allah ayollarning haq huquqini emas, izzat nafsini, g'urur, e'tiborini qo'g'dash uchunmi mana shunday keskin hukmga ega oyatlarni nozil qilgan. Ular sizlar uchun kiyimdir. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Baqara surasi 187-oyat. Allah bu oyatda er ayolning bir-birisiz yashayolmaydiganligini tushuntirib berdi. Afsuski, ba'zi saxta hadislar Qur'on oyatlarini inkor qilib qolmay, asrlar bo'yi musulmon xotin qizlarining ustida qora bulutdek agib yurmoqda. Masalan, Osama ibn Zayd raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: erlar uchun ayollardan ortiq fitna bo'lmaydi. Sahih Buxoriy 247-bet Uyg'urcha. Agar bu hadis to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tövəndəki oyat inkor qilinishi kerakmi? Ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni tilaymiz. Furqon surasi 74-oyat. Ayollarning erlarga shodlik beg'ishlashini arzu qilgan Allah, uning qarshisida erlar uchun ayollardan ortiq fitna bo'lmaydi deb tushunadigan payg'ambar bo'lishi mumkinmi? Havva Odam alayhissalomni ozdirmagan bo'lsa, ayol kishi erini mangu ozdirmagan bo'ladi.
Sahih Buxoriy 171-172 bət Uyg'urcha. Qur'oni Karim bizga yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlarlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Nur surasi 28-oyat deb ta'lim berdi. Allahning nuri ərningmi, ayolningmi ichida bo'lganiga o'xshash, shaytonmi ham ərning, ham ayolning ichida bor. Ərni azdırğıcı ayol emas, balki ərning ichidagi shaytondir. Shunga Qur'an yaxshilarning bir-biriga, yomonlarningmi bir-biriga loyiq bo'lganligini bizga ko'rsatdi. Yuqorqi hadisning birinchisi jahiliyat taraflarining dunyo qarshini aks ettirdigan dal Tavratdan ilingan o'zindidir. Tövəndəki hadisni o'qib ko'rayli. Abu Hurayra raziyallohu anhu mundaq deb rivoyat qiladi. Bir odam payg'ambar alayhisolamning qishig'i kelib, "Mening yaxshilik qilishga eng haqliq odamim kim?" deb so'radi. Rasululloh "Onang" deb javob berdi. O odam "Ondan qolsichu" deb so'radi. Rasululloh "Onang" dedi. O odam "Ondan qolsichu" deb so'radi. Rasululloh "Onang" dedi. O odam "Ondan qolsichu" deb so'radi. Rasululloh "Ondan qolsa otang" dedi. Sahih Buxoriy 286-bət Uyg'urcha. Ana demak ayol demakdir. Qiz demak ona nomzodi demakdir. Bir inson uchun eng yaxshilik qilishga tegishli kishi ona ekanligini Rasululloh 3 qatim takrorlash orqali ifodalaydi. Oningdan keyingi navbat dodiga keladi. Bu hadisni so'zlagan payg'ambar bu hadisga va Qur'on oyatlariga zid bo'lgan, ayollarni, onalarni kamsitadigan, ularning xo'rlanishiga diniy asos bo'ladigan hadislarni so'zlashi mumkinmi? Haqiqiy hadis Qur'on va aqlga uyg'un bo'lgan hadislardir. Ayollarga e'tibor berishinglarni tavsiya qilaman. Tavsiyamni qabul qilib, shu bo'yicha ish qilinglar. Sahih Buxoriy 250-251 Uyg'urcha. Qur'anda qiyomat kunining alomatlari mundaq tasvirlanadi. Kunning nuri o'chgan chaqda, yulduzlar to'kilgan chaqda, tog'lar gumron bo'lgan chaqda. Tirik ko'mitilgan qizdan "Sen qaysi gunoh bilan o'ldirilding?" deb so'ralgan chaqda. Takvir surasi 1, 2, 3 va 8-oyat. Allahning g'azabi qiyomat qayimni elib keladigan chog'dagi dahshatli alomatlarning orasida tirik ko'mitilgan qizdan "Sen qaysi gunoh bilan o'ldirilding?" deb so'ralgan chog'da degan chaqmoq guldirmamidak inson yuragini titrakka soladigan ilohiy xitob bor. Bugun Xitoy zolimlari Uyg'ur qizlarini tirik ko'miyotidi. Iffat nomusiga tajovuz qilyotidi. Jahiliyat davrining qizlarga, ayol onalarga qilgan vahshiy zulmidan hech bir farqi yo'q. Shundaq kunlarda Allahning oyatlarini insonlarga yetkazguchi elchini, ummatning nijot yo'ldizi payg'ambar alayhisolamni,
Möhmin xotin qizlarimizga zulm qilish vositasi qilib olgan jaholat pirlarini tarixning la'nat avraziga ko'mib etadigan zaman kelmadimi? Yurtimizda 10 minglagan tul Uyg'ur ayol, 100 minglagan yetim Uyg'ur balları jazo lagerlarida jon talshivatadi. Açlıq, yoxsulluq, payişə, cinayət patqiqi içində zulmatlik qarang'u keləcəkə yüzlənəvatıdı. Bunun cavabkari yalğız Xitaymı? Uyğur ərləri arasında cavabkar yoxmu? Cavabkar aldı bilan xotin elib, xotin qo'yib, xotin dumbalab, bala yetim qilib charchamaydigan, saqalliq, saqalsiz, o'zini musulmon sanab yuradigan biz Uyg'ur erlar emasmi? Xotin balalarni qo'g'dab, sharaf bilan o'lish o'rniga qurbonlik qo'ydak o'lim navbatini kutib turib o'layotgan qadrlik ayolini, jondan aziz balalarni Xitoyning xorlishiga tashlab ketayotganlar kimlar? Ayollar millatning madaniyat bog'chisidir. Bir millatning madaniyati ayollar ustida eng gavdalik ifodasini topadi. Ayollarning sizlar uchun ekinzorlikdir. Baqara surasi 223-oyat. Oyatdagi ekinzor kalimasi arab izoliq lug'atida ham ekinzor ma'nosiga, ham madaniyat ma'nosiga ega. İngilizcedami o'xshash mazmunga ega. İbtidoiy feodal jamiyatda teriqchilik eng yuqori madaniyat hisoblanadi. İnsansız madaniyat bo'lmaydi. İnsanning ko'payish manbasi ayollardir. Har qandaq bir milliy madaniyatning manbasi va javlon qildirg'uchisi ayollar. Qo'g'dug'uchisi erlardir. Uyg'ur ayollarning huquq manfaatini, mavjudiyatini qo'g'dash ayni zamonda milliy madaniyatimizni va iffat nomusimizni qo'g'dash demakdir. Allah xotin qizlarimizni bizlarga omonat qildi. Ezish uchun emas, balki ularni himoyamiz ostiga elish, qo'g'dash uchun. Ekinzorlik parvizsiz qolsa cho'llashidi. Madaniyat varislik qilg'uchi bo'lmasa yo'qiladi. Ekinzorligimizni yashnatish, madaniyatimizni gullantirish o'zimiz uchundir. Ekinzorsiz, madaniyatsiz vatanni tasavvur qilish mumkin emas. Ulug' payg'ambarimiz jannat onalarning oyoqlari ostida dedi. Islom dini jannatni onalarning, ayollarning oyoq ostiga yoygan muqaddas dindir. Bugungi kunda milyonlagan Uyg'ur onalari diniy va milliy zulm ostida azob uqubat ichida yashamoqda. Ko'rmanglagan onalarning bolalari dushman hokimiyat tarafidan etib tashlanganligi, tutib ketilganligi uchun yuraklari kavob bo'lib yonmoqda. Ko'rmanglagan yosh Uyg'ur ayollari tul, 100 minglagan Uyg'ur sabiy bolalar yetim qolmoqda. 10 minglagan Uyg'ur qizlari ichkari o'lkalarda fohishlik qilib jon beqishga majbur qolmoqda. Bu zulmlarga chidamagan zamonimizning ishparxonlari, nuzukumlari dushman qo'rg'oniga, tanklarga o'q yog'dirayotgan pilimot avtomatlarga, qo'lidagi pichoq yoki
o'zi yasagan bombalar bilan etilib berib, shahid bo'lib ketganligiga shohid bo'ldik. Men yaxshi taniydigan va bir qancha yil burun dushmanning hujumiga qarshi bir qitimliq jangda shahid bo'lib ketgan bir singlimiz tushimga kirib qapti. Tushimda uning qo'lida qizitilgan bir laxshigir bor edi. U menga qarab kulib turib shundoq dedi: "Hojim aka, qo'rqib orqamga o'tib olmang. Men sizni qo'g'dayman." Men cho'chib uyg'onib ketdim. O Uyg'ur qizi mening qalbimdimi, barliq Uyg'ur millatining qalbidimi hayot. Ammo men shu kundan beri o'ldim. Ey Uyg'ur erkaklari, sizlar biz tirik deb yuramsizlar. Sizlar midirlab yurgan murdalar. Chunki sizlarning ro'yinglar o'lgan. Allah tarixda xotin balalarni qo'g'dashni bilmagan qavmlarni halok qilib etgan. Unutmanglar. Kitob tugadi.